Assalomu alaykum rahmatulloh hammaga charchamayapsizlarmi kuninglar xayr deyotgandim. Okey, hop. Xudo xohlasa mana bugun sizlar bilan barchani o'rganamiz qanaqa qilib yozishni. Line graphni tugatib oldik darsligini va bugungi darsligimiz bar chart introduction to bar chart. Va qisman line graph, bar chart, table ya'ni boshqa diagrammalar strukturasi почти bir xil bo'lganligini hisobiga endi bugungi darsimizda biz sizlar bilan bar chartga introduction bilan overall partini qanaqa qilib yozishni o'rganamiz. Qisman hammasi bir xil line graph bilan. Ya'ni changeable trends deyiladi bu, ya'ni o'zgaruvchi trendlar hisoblanadi. Agar misol uchun bundoq ahamiyat beradigan bo'lsangiz, mana bundoq chizadigan bo'lsak, как бы liniyaga o'xshaydi. Yoki mana bundoq qilsak, ozgina ko'tarilyapti, tushyapti, ko'tarilyapti. Bu ham как liniyaga o'xshab, line graphga o'xshab turib bir xil strukturada yoziladi. Faqat ko'rinishi bunaqa stol ko'rinishida bo'lganligi hisobiga bar chart deyiladi. Va mana mana bar chartda turlari hisoblanadi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shunaqa holatda sizga bar chart beriladi va bar chartda o'zini ikki xil turi bo'ladi. There are two types of bar chart. The first one is ko'rayotgan bo'lsa, ya'ni yili ko'pligi multiple yearsga hisoblanadi va ikkinchi turida ko'rayotgan bo'lsangiz yil ibtidoni bo'ladi. Ibtidoni yil bo'lganligini hisobiga endi biz bunda increase decrease degan so'zni ishlata olmaymiz. Ya'ni shunchaki berilgan grafikani o'zini compare qilib turib describe qilib berishimiz kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib soddalog'idan boshlaymiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar bu yerda bar chart ko'rsatyapti. The milk export figures from three European countries. Ya'ni Yevropadagi uchta Yevropani countrylaridan bo'lgan milk eksportini ko'rsatib beryapti. Bu kollechествоmiz bu yerda million tonnada berilyapti. Va shaharlarimiz Italiya, Rossiya, Polsha bo'lyapti. 2008-yildan 2012-yilgacha bo'lyapti. Как обычно, in order to write down introduction yozishimiz uchun we have to just paraphrase the given topic. Berilgan topikka просто paraphrase qilib bersak bo'ldi ekan. Va overall yozayotganda xuddi line graphga o'xshab turadi bunda ham shu обычный изменение aytib berishimiz kerak bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsanglar bu yerda o'sha eng ko'p anaqa eksport qilingan davlat bu Rossiya bo'lyapti. Вот ko'rayotgan bo'lsanglar o'rtasida pikka chiqyapti, bundan keyin tushib ketyapti. Italiyaniki bo'lsa doimiy ravishda, ya'ni muntazam ravishda o'sgan. Polshaniki nima qilyapti? 2010-yilgacha davr o'rtasiga kelib tushib ketgan, undan keyin nima qilib ketgan? Ko'tarilib ketgan. Bo'ldi, mana shu chastalarni aytib bersak bo'ladi. Tak, introductiondan boshlaymiz. Introductionda shu so'zni aslini o'zgartirib, strukturani o'zgartirib yozib berishimiz kerak bo'lardi. Tak, boshlaymiz. O'sha the bar chart illustrates the quantity of milk exported by three countries yoki de European countries so'rasa ham bo'ladi. European nations yoki de countries, namely turib endi kategoriya yozilgan shu kesildi bo'lsa aytadi. Qachon kesildi agar berilgan kategoriya to'rttagacha bo'ladigan bo'lsa, unaqada yozib ketganlar yaxshiroq bo'ladi. Italy, tak, keyingisi Russia and Poland. Between aytib berilyaptimi? Unaqada biz nimaga o'zgartiramiz просто from 2008 to 2012 ni turib qilamiz. Oxirida aytib qo'ysa bo'ladi, что the statistics are measured in millions of tons. Ya'ni bunda aytilyapti, что statistikalar millions of tons, ya'ni sonlar million sonli hisoblanadi. Keyinchalik bu narsa nimaga yordam beradi? Mana bu yerda introductionda statistikalar qanaqa ko'rinishda, qanaqa shaklda berilganini yozib qo'yishlar foyda tarafidan bittasi. Ba'di yozayotganinglarda ba'di yozayotgan просто 20, 15, 10 deb yozib ketaverasiz. Ya'ni har bittasida million tons, millions of tons, millions of tons deb yozuvchilar shart emas. Просто sonni o'zini yozib qo'ysanglar bo'ldi. Mana mana shu holatda yordam beradi. Agar introductionda berilayotgan soninglar qanaqa ko'rinishdaligini aytib ketsanglar. Xo'p, keyingi endi overallga o'tamiz. Overall, tak, it is clear that shunisi aniqki, что aytamiz? Russia was dominant milk exporter exporter by a considerable margin, although
It's figures fluctuated, not fluctuated, possibly doğrusu ham bo'ladi. Noticeably. И вот это надо, что Italy. Так, in contrast, showed a consistent consistency degan so'zni ko'p eshitgan bo'lsangiz kerak tilida, ya'ni doimiy degani. Consistent upward trend in nima bo'yicha bo'lyapti? In terms of experts yoki просто experts to'g'risida ham bo'ladi. In expertsda xuddi shu vaqtda bo'lsa, while Poland nima qilyapti? Recorded the lowest volumes overall with an initial initial decline followed by a gradual increase. И вот. Shu bilan overall partimiz ham tugadi. Introduction aytamizda что the chart below shows the milk export figures from three European countries between 2000 and 2012. И вот aytamizda что quantity of milk exported by three European nations bu yerda tak Milozani council bilan hisoblanadi, lekin biz quantity ishlata olmaymiz. Nimaga? Chunki bu yerda bizga kolичествосini beryapti. Quantifierlar bor shu hisobiga bemalol quantity ishlata olmaymiz. Namely Italy, Russia, Poland, bla bla yillarni aytdik va statistika nimadan aniqlagan aytdik va o'sha overallda ham shu boshida aytayotgandek birinchi bo'lib o'sha Rossiyani shu dominant bo'lganligini, anaqa qilganligini eng yuqori natija qayd etgan, keyin undan keyin Italiya doimiy ravishda o'sgan, Polsha bo'lsa nima qilyapti? Umumiy anaqa qilgan, ko'tarilgan, lekin boshida baribir nima qilyapti? Tushyapti. И вот, it's clear that Russia was dominant milk exporter by a considerable margin. Also, its figures fluctuated noticeably, ya'ni fluctuated noticeably, ya'ni ulkan anaqa baland tushib pastlar bo'lgan hisobiga ham qaramasdan baribir nima qilyapti? Dominant bo'lgan, ya'ni doim birinchi o'rinda eng yuqori natijada ko'rsatgan. Italy in contrast anaqaga Polshaga aniq qiladigan bo'lsak, sравнивать qiladigan bo'lsak, showed a consistent upward trend in exportda nima qilyapti? Consistent, ya'ni doimiy o'sish trendini bosh ko'rsatdi. Polsha bo'lsa nima qilyapti? Eng past natijani, ya'ni the lowest volume overall bo'yicha, ya'ni ko'rayotgan umumiy davrda eng past bar mana shu Polshada bo'lyapti. With an initial decline degani ko'rayotgan boshi tushyapti. Followed by degani after that undan keyin bo'lsa nima qilyapti? Ko'tarilyapti, ya'ni a gradual increase deb turib shu bilan overallimizni tugatib qo'yamiz. Ko'rayotgan bo'lsak, line graphda katta farqi yo'q, ya'ni почти bir xil strukturalar yozilish hammasi. Ozgina farq qiladigani mana bitta yilligi bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, endi bunda bittadan yil bo'lgan hisobiga oylardan farqi yoki line graphdan farqi bo'ladi. Уже increase decrease ishlata olmaymiz. Lekin introduction, как обычно, paraphrase qilib bersak bo'ldi. Bu chartimizda nimani ko'rsatyapti bizga? The chart below gives information about the most common sports played in New Zealand in 2002. 2002-yilda mashhur o'ynalgan sport turlari haqida ketyapti New Zealandga. Mana bitta sport turlari bor va kategoriyalar ko'rayotgansiz ikkita bo'lyapti, ya'ni bolalar hamda qizlar haqida bo'lyapti. Ya'ni bolalar ko'kda berilgan, qizlar oloq rangda berilgan. И вот mana shu narsani yozib berishimiz kerak bo'ladi. Tak. The given bar chart nima qilyapti? Compares etsa bo'ladi. Misol uchun nimani? Esingizda bo'lsa line graph yozayotganda o'tadi. Boys and girls in terms of preferences on types of sports in New Zealand in 2002. Lekin barcha compares boys and girls, bolalar bilan qizlarni nima qilyapti? Taqqoslayapti. In terms of nima bo'yicha? Preferences on various types of sport. Ya'ni har xil turdagi sportlarga bo'lgan nimasi qiziqishi yoki participations bilan, ya'ni anaqa qilganligi bilan turib bersanglar ham bo'ladi. Ya'ni xohishi bilan, ya'ni qaysi sport turlarini o'ynashni xohlashgan, qaysi sport turlarini o'ynashgan degani.
har xil turdagi sportlarni qayerga in New Zealandiga nima 2002-yildiga deb turib aytib qo'yapti. Bu bilan ko'rayotgan bo'lsanglar, umuman boshqacha struktura bo'ldi, bu bilan bu umuman farq qiladi, lekin ma'nosi ikkovi ham bir xil. Introductionimiz tayyor. Overall o'zayotganda nima qilamiz endi? Increase ishlatolmaymiz biz sizlar bilan. O'shani hisobiga overall o'zayotganda shunchaki eng kattasi va eng kichkina holatini aytib qo'ysak bo'ldi. Ho'p. Nima desak bo'ladi? Ko'rayotgan bo'lsak, bolalarning orasida eng kattasi soccer bo'lyapti. Ya'ni bolalarning ko'p qismi nima qilishgan? Soccer sport turini o'ynashgan. Qizlarning eng ko'p qismi bo'lsa nima sport turini? Netball sport turini o'ynashgan deb turib aytib bersak bo'ladi. Va kichkinasi netball bolalarda eng kami bo'lyapti, kriket qizlarda eng kami bo'layotgan ekan. Mana shu holatda gaplar bilan ifodalab bersak bo'ldi. Overall, it's evident that aytsak bo'ladi, что nima deymiz? Просто boys showed highest percentage in soccer, girls showed highest percentage in netball. Unaqa deb yozmaylik, iltimos. Bu qolip hisoblanadi. Qolipga umuman katta balolar misol olsanglar, maksimum 5,5 olishinglar mumkin. Bu ham что introduction urug' bajama baycha to'g'ri strukturada yozganingiz uchun, to'g'ri opisiya qilib berganingiz uchun, lekin hech qachon katta balo olmaysizlar. Kattaroq balomoqchimizda individualni yondashinglar hammasiga, ya'ni grafikani o'zidan kelib chiqqan holatda, как natural bo'lsadan foydalangan holatda opisiya qilib bersanglar, o'shanda bemalol katta olsanglar bo'ladi inshaalloh. Hop, aytamiz, что overall it's evident that что это soccer was the most famous sort of sport among boys. Meanwhile, xuddi shu vaqtda majority of girls preferred to take part in netball. И вот ko'rayotgan bo'lsanglar, bu overall xos tavzali taraflaridan bittasi. Ikkita narsani aytib berdi. Ya'ni bolalarda eng kattasi soccer bo'lganligini aytib berdi, qizlarda eng kattasi netball bo'lganligini aytib berdi. Faqat ikkilovini ikki xil strukturada bo'ladi. Birinchi overall evident that soccer was the most famous sort of sport among boys, ya'ni soccer anaqa bolalar orasidagi eng mashhur sport turi bo'lgan deb turib aytib beramiz. Meanwhile xuddi shu vaqtda deb turib уже bu yerda state form qo'yib aytib beryapti deymiz. Endi bu yerda action form qo'yib beramiz. Meanwhile majority of girls, ya'ni ko'plab qizlar prefer to take part in ya'ni to play ya'ni как o'ynashi. To take part in nimada? Netballda deb turib aytib qo'yamiz. Ya'ni netball o'ynashni nima qilishgan? Afzal ko'rishgan deb turib aytib qo'yamiz. Va bo'ldi. Aytsa bo'ladi. However, deymiz, что aytsa bo'ladi, no, aytsa bo'ladi, что netball was the sport that was chosen by the least eng kam nima? The lowest percentage of boys. И вот, kattaroq bo'ldi. However, netball was the sport that was chosen by the lowest percentage of boys. И bu gap, uchinchi gapimiz уже passive voice bo'lib ketdi. Ikkita dona gap, lekin uch xil struktura ko'rsatib beraman. Birinchisi state form bo'lyapti, ikkinchi gapimizda meanwhile'dan keyin уже bo'lyapti action form, JC qatnashyapti va уже uchinchi gapimizda bu уже passive voice bo'lib ketyapti. Shu bilan bar chartga, ya'ni qisman introduction urug'lashni o'rganib oldik. Ko'rayotgan bo'lsangiz haqiqiy emas, ya'ni bitta dona yillik bo'lib qoladigan bo'lsa, unaqada increase decrease'dan emas, eng kattasidan kichkinasini iloji boricha har xil strukturada gaplar bilan pechas qilib bersanglar bo'ldi. Yilligi bo'lsa, как обычно, Linegraphda qanaqa o'rgangan bo'lsa, xuddi shunaqa qilib turib yozaversanglar ham bo'ladi. Harakat qilib ko'ringlar, o'zinglar ham sample olinglar, kommentariyaga o'zingizdan javoblarni o'zingizdan sample yozib ko'rsanglar, o'qib tekshirib ko'rishdan xursand bo'lardim. Sog' va salomat bo'linglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar.